Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo hammamizga foydali ilm bersin. Bugungi darsimizda vav harfiga berilgan misollarni o'qib o'rgangan bo'lamiz. Birinchi misolimiz alif harfi va ustiga fatha yozilgan. U a bo'ldi. Va vav harfi uning ustiga sukun yozilgan u bo'ldi. Bu so'z av deb o'qildi. Av. Ikkinchi misolimiz ro harfi uning ustiga fatha yozilgan. Ro va vav harfi uning ustiga sukun yozilgan u bo'ldi. Bu so'z rov bo'lib o'qildi. Rov. Keyingi misolimiz nun harfi ustiga fatha yozilgan na va vav harfi ustiga sukun yozilgan u bo'ldi. Bu so'z nav bo'lib o'qildi. Nav. Keyingi misolimiz lam harfi ustiga fatha yozilgan la va vav harfi ustiga sukun yozilgan u. Bu so'z lav bo'lib o'qildi. Lav. Keyingi misolimiz vav harfi ustiga fatha yozilgan va ro harfi ustiga fatha yozilgan ro, mim harfi ustiga sukun yozilgan m. Bu so'z varom bo'lib o'qildi. Varom. Keyingi misol vav harfi ustiga fatha yozilgan va ta harfi ustiga fatha yozilgan ta, ro harfi ustiga sukun yozilgan r bo'ldi. Bu so'z vatar bo'lib o'qildi. Vatar. Keyingi misol vav harfi ustiga fatha yozilgan va mim harfi ustiga fatha yozilgan ma, nun harfi ustiga sukun yozilgan n. Bu so'z vaman bo'lib o'qildi. Vaman. Keyingi misolimiz vav harfi fatha bilan va lam harfi fatha bilan la, nun harfi sukun bilan n. Bu so'z valan bo'lib o'qildi. Valan. Keyingi misolimiz vav harfi fatha bilan va lam harfi fatha bilan la, mim harfi sukun bilan m bo'ldi. Bu so'zni valam deb o'qiymiz. Valam. Keyingi misol vav harfi fatha bilan va kaf harfi fatha bilan ka va mim harfi sukun bilan m bo'ldi. Bu so'z vakam bo'lib o'qildi. Vakam. Keyingi misolimiz alif harfi ustida fatha a, vav harfi sukun bilan u, lam harfi damma bilan lu bo'ldi. Bu so'z o'qiganda avlu bo'lib o'qildi. Avlu. Keyingi misolimiz ro harfi fatha bilan ro, vav harfi sukun bilan u bo'ldi. Mim harfi damma bilan mu. Bu so'z ravmu bo'lib o'qildi. Ravmu. Keyingi misolimiz yay harfi ustida fatha bilan ya, vav harfi sukun bilan u, mim harfi damma bilan mu. Bu so'z yavmu bo'lib o'qildi. Yavmu. Keyingi misolimiz kaf harfi fatha bilan yozilgan ka, vav harfi sukun bilan yozilgan u, nun harfi damma bilan yozilgan nu. Bu so'z kavnu bo'lib o'qildi. Kavnu. Keyingi misolimiz vav harfi fatha bilan yozilgan va yay harfi sukun bilan yozilgan y, lam harfi damma bilan yozilgan lu. Bu so'z vaylu bo'lib o'qildi. Vaylu. Keyingi misolimiz vav harfi fatha bilan yozilgan va zay harfi sukun bilan yozilgan z, nun harfi damma bilan yozilgan nu. Bu so'z vaznu bo'lib o'qildi. Vaznu. Keyingi misolimiz kaf harfi fatha bilan yozilgan ka, vav harfi sukun bilan yozilgan u, kaf harfi fatha bilan yozilgan ka va ba harfi sukun bilan yozilgan b. Bu so'z kavkaba bo'lib o'qildi. Kavkaba.
Yuqorida o'tgan misollarni yana bir o'qib chiqaylik. Av, rav, nav, lav, varam, vatar, vaman, valan, valam, vakam, avlu, ravmu, yavmu, kavnu, vaylu, vaznu, kavkaba. Oxirgi 3 misol bu sizlarga topshirma. Menga o'xshash qilib harflarni va harakatlarni ajratib, mana shu harflar bilan so'z qurashtirib, menga yozib avatsanglar bo'ldi. Men durust xatosini yozib tashrab avatib berman. Va qarindoshlar, kunda o'tayotgan darsimizni kunlikda o'qib qaytlab va mushu kungacha o'tilgan darslarni har kuni qaytlab o'tasak, inshaalloh shu chaqda bizda natija bo'ldi va Qur'on o'qiganimizda biz xatolashmay durustlab o'qiydigan bo'lamiz. Mushun bilan darsimiz oyoqlashdi. Alloh taolo hammamizga foydali ilm bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.